Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Qamoqqa yo'llangan mehrlar. Qichqoq davomli qiynamoqda edi. Teramning ostida qichqoq qurtlar lo'mshib harakat boshlaganda, badanim kartildab qashlashlar bilan qiziydi. Bultur sentabrning oxirida chaplashgan qichqoq tinimsiz qiynab turadi. Teramga kirib olgan sonsizlagan qurut to'xtamay qimirlaydi. Ular qashlagan yerni texmo cho'nqur qizib ichkirlab kirib ketsa kerak. Qashlagancha texmo tatliq, texmo huzurliq bir tuyg'u tenimga cho'nqurlab ketadi. Qashlagan yerdan qon chiqqandila qo'limni yig'atdim. Bu qurtlar teramning eng nepiz yerlarida eng oson ko'payib, shu yerlardan ichimga eng ravon safar qilsa kerak deb o'ylab qilatdim. Qo'ltiqim, teqimim, jon yerim doim qichib qanab turadigan, qurtlar lo'mildab avub turadigan munbat yerlar edi. So'roqlar aralab davomlashadi. Savollarga bergan javobimning hammasini buguni yezib ketib, ertasi qayta so'raydi. Ochiqimda qilgan ta'nilarimmi javobsiz qolmaydi. Faqatla qichqoq besib qiynalib ketayotganligim haqidagi qaqshashlarimla javobsiz qoladi. Mening mavjudligim faqat ularning tugamas so'roqlariga javob berish uchun edi. Bir kuni faqat bo'lolmay, badandagi qichqoqning viruslari qonga o'tib ketsa chatoq. U chog'da so'roqqa javob chiqmay, sizlar izlayotgan sirliq CIA josusi jasad bo'lib qamoqdan chiqarmikin? U chog'da men o'qitgan necha ming o'quvchi sizlardan hisob so'rab qolsa, javobini qancha yilda berib bo'larsizlar? Dedim ochiqim bilan. So'roqchilar boshqa gap qilmay yezib olgan bo'ldi. Ertasi anjin kun boshqa so'roqchilarga qo'shilib so'roqxonaga kirib keldi. Hammasining chiroyi jiddiy, kayfiyati ig'ir. Sen tunugun necha ming odam tarbiyaladim deding. Ularga nima o'rgatding? Nimani darslik qilding? To'rda o'rgatdingmi, darsxonadami? Ularni qandoq tashkil eding? Ular hozir qayerlarda? Bizga shularni de, deb ko'zimga kirib oldi. Anglab ichimda kuldim. Men bu gapni kasalning ochiqida qilgan edim. Necha ming o'quvchiga dars o'tganim rost. Ammo ularning ko'pinchisi leksiya bo'lg'achqa, men anglag'uvchilarning birinimi tonimaydim. Toniydiganlarim ona tili yaslimizdagi 57 go'dak edi. Meni necha ming odamni kurashga tayyor qilgan deb jiddiylashib ketgan bu kishilarga ahvolni tushuntirib bo'lg'icha bir kun gap qilishga to'g'ri keldi. So'roqchilar dekabrning oxiridan boshlab butunlay yo'qolgan bo'ldi. Shularning kelishlarini sig'inib qilyotdim. Chunki ular meni qamoqdagi hayotimni sirt bilan bog'lab turadi. So'roqlardagi tafsilotlardan, oraliqda bo'lgan paranglardan, talada nima ishlar bo'layotganligini bilib, ba'zi ishlardagi o'zgarishlarni faraz qilg'ili bo'ladi. Sirtqi dunyoga mansub biror odam yoki biror narsa bilan uchrasholmaslik qalbimdagi mahrumlikni ulg'aytirdi. So'roqchilarning qiynashlarimi o'zi bilan ketdi. Ammo qichqoq shular ketibmi, qiynashni 4 oydan ortiq davomlashtirdi. Kasalni tamoqdan ko'rib, mahbus tamoqi o'rniga kadr tamoqi bo'rtib yey debmi o'yladim. Ammo tamoq bo'ritish huquqimni cheklab qo'yg'achqa, uningmi imkon bo'lmadi. So'roqchilardan boshqa meni sirtqi dunyo bilan bog'lab turadigan, meni ilham davomlashayotgan turmushga tutashtirib turadigan narsa qamoqxonaga kirgizilgan pul cheki edi. Men tutilgandan beri o'zimni hayotlikdan ayrilib, hayotsiz bir planetga surgun bo'lgandek his qilatdim. Men so'ygan, meni so'yganlar yashaydigan quyoshlik dunyo bilan bu oftobsiz jahannamni tutashtiradigan hech nima yo'qdek his qilatdim. Faqat kamerga pul chekining kirib turishi ko'nglimni yangnining to'shkidan kirgan ojizona nurdek bir umidga chigib turadi. Pulning chekiga o'zimizning ismi yoziladi. Gundupaylarning menga pul cheki avatliganda ismimni chaqirishi menga kimligimni eslatib xush qiladi. Qamoqda odatda mahbuslar yo vazifasi bilan yoki nomeri bilan chaqiriladi. Gundupay so'roqqa ilib chiqqanda nomerimizni chaqirsa,
Boshqa mahbuslar kamerda qiladigan ishimiz bilan chaqiratdi. Biz u yerda inson emas, son edik. Bizni qamash, so'roqlash va kesim qilish faqat sonda o'zgarish paydo qiladi. Bizning yo'qishimiz faqatla bir sonning o'chirilishi edi. Har qitim chek kelganda Gundupay kamerning ishikiga kelib 751 demay Abduvali Ayub deyishga majbur edi. Kamer boshlig'imi daftarga tozliqchi deb yozmay, avval ismimni, ondan pulning miqdorini yozatdi. Qamoqdagi hech bir tamoqqa tuz, may silinmaydi. Tuz silinadigan ancha muncha yog', go'sht doritiladigan pulliq alohida tamoqni kadr tamoqi deydiq. Uni kamer boshlig'i buyurtadi. Mendek siyosiy mahbuslar faqat haq yegan tamoqqa haq to'lab qarab o'ltirishga majbur edik. Go'shtsiz yesivelik qo'rmasi silingan guruch osh 40 so'm. Go'shtlik qo'rma silingani 80 so'm. 100 gram qo'y go'shti silingan sho'rpa 120 so'mga sotiladi. Dekabrning boshlari qo'lga ilish qog'ozi qo'limga tekkandan keyin menmu ancha muncha tamoq buyurtib yeydigan bo'ldim. Tunji qitim tuz silingan tamoq yeganda, tuz silingan tamoqning ta'mining haqiqatanmu boshqacha bo'ladiganligini his qildim. Kichikimda qo'ylarni boqqani ilib chiqsam, sho'rlarni yalaydi. Qo'ylarning tuz yalab ketishlarini ko'rib, doim sababini bilolmay hayron qolatdim. O'zim tuz silingan tamoqni yeb, olgan huzurga qarab, qo'ylarning qilg'inini tushundim. Menmu ularga qish-yoz g'azon, sho'puk, o't cho'p berib, qishlari kepak silib halab berib, ularningmu mendek tuzga ehtiyojli ekanligini o'ylab boqmagan ekanman. Qamoqda notanish qadrdonlardan kiradigan pul, kitob, kiyimlar yolg'iz emasligimni, unutilmaganligimni his qildiradi. Odatda ism chaqirilmay, mahbus kiyimidagi nomer bo'yicha ataydigan qamoqxonada faqat ichki kiyim va pulning cheki yetkazilgandila ism chaqiriladi. Har qitim notanish ismlardan kelgan pul cheki sababli ismimning chaqirilishi menga asli kim ekanligimni, kimlarning mendan umid kutayotganligini va kimlar uchun qandoq yashashim kerakligini eskartib turadi. Akam kirgizgan pulning miqdoridan men ba'zi bishoratlarni olgandek bo'latdim. 500 so'm kirsa chiqib ketishga 5 oy yoki 5 hafta qopdi deb bilatdim. 1000 so'mdan ortiq pul kirgan kuni qapoqlarim sangilab, yilim chiqib ketadi. Akam mushu pulni xarajat qilib, xotirjam yotsin debdi-da, deb o'ylab qolatdim. Ammo bu pullar muzlagan qalbimni eritadi. Meni izlab turayotgan akamning barligi, qamoqxonaning oldiga kelib meni so'rab, egiz tomlarga bo'lsimi qarab, meni yod etayotganligi ruhlantiradi. Menga bir qancha kunlik qizg'in kayfiyat, rag'batlik turmush baxsh etgan u pullarni dastlabki oylarda o'zim xarajat qilolmaydim. U chog'larda men siyosiy siriq jidatkisiz siyosiy mahbus bo'lg'achqa, qamoqxonada etiladigan pulliq kadrcha tamoqlarni buyurtalaydim. Ammo yeyish ko'pincha nisb bo'lmaydi. Menga silingan, ammo azaldan kamer boshliqlari xarajat qiladigan u pullar menga ozuqliq emas, tasalli beradi. Boshliq yeb bo'lib eshib qolsa, xolgan yaqinlariga beradi. Men uning og'zidan oshgan tamoqni menga tanglimiginiga xush edim. Chunki yemayman deyolmaydim. Desam sababini tushundirolmaydim. 2013-yil 20 avgust chorshanba kuni Tangirtog' qamoqxonasiga qamaldim. Dushanba qamoq hayotimda tunji qitim pul cheki kirdi. Qashqardan naga ilib mingilganligim aniqsiz ahvolda kimning o'rnimdan bu qadar tez xabar tepib pul solganligi meni hayron qoldirgan edi. Chekka qarsam avatkuchi to'ldirgan kataychiga Xitoycha inisi degan xat yozilibdi. Yana bir chekka Mehrigul deb yozilgan ekan. Qamoqdan chiqqandan keyin jiyanlarim, navra enilarim va ayolim Mehrigulning menga pul solmagani, uydagilarning menga oid tafsiliy xabarlarni oylar o'tib ondan anglagani ma'lum bo'ldi. Qamoqda yetish jarayonida ko'pincha pul akamning nomida kirgan bo'lsa-mu, yuqorqidek menga notanish ismlardan pullar, kitoblar, kiyimlar kirib turadi. Kitoblarim yostiqsiz kamerda
kamera boshlig'ining beshiga qo'yilib, kiyimlarim uchisiga chiqatdi. Men tutilgandan tartib 2013 yilining oxirigacha kirgan pullarni asosan kameradagi har darajalik rahbarlar yeb bo'lishdi. Ammo meni puldan bakrak kimligimning askartligini, meni aslab turganlarning mehri va madatlari ruhlantirib turdi.